Dasturimiz davom etadi. Xalq deputatlari tuman, shahar, viloyat kengashiga saylangan deputatlar o'z okruglarida saylovchilar bilan tez-tez muloqotlar o'tkazmoqdalar. Joylardagi o'zgarishlar, yangilanishlar, amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi esa xalq vakillarining aholi bilan yanada yaqindan ish olib borayotganini ifodasi bo'lmoqda. Shu mavzudagi lavhamiz Yangiqo'rg'on tumanidan tayyorlangan. Yangiqo'rg'on tumanidagi 43-umumta'lim maktabida yoshlarning ta'lim-tarbiya olishi uchun keyingi 3-4 yil mobaynida katta qulayliklar yaratildi. Avvalo, 3 marotaba tashabbusli byudjet loyihasida g'olib deb topilib, 2023-yilda 1 milliard 200 million so'm hisobidan moddiy texnika bazasi to'la yaxshilandi. 2024-yilda esa 1 milliard 300 million so'm evaziga binolarning tashqi qismi hamda eshik va derazalari yangilandi. Bunga qo'shimcha ravishda tuman hokimligi tomonidan isitish tizimlarining mukammal ta'mirlanib, soz holga keltirilgani, mahalla ahlining hamjihatligi kuz-qish mavsumini ham ko'ngildagiday o'tkazish imkoniyatini bermoqda. Bunday sharoitlar maktabda tahsil olayotgan 923 nafar o'quvchini, 72 nafar o'qituvchini cheksiz ruhlantirmoqda. Maktabimizda juda ko'p sharoitlar yaratilmoqda. Masalan, o'tgan o'quv yilida bitirgan opa-akalarimiz 30 nafari muddatidan oldin o'qishga qabul qilindi va undan keyin esa 17 tasi oliy o'quv yurtiga kirdi. Bundan ko'rinib turibdiki, maktabimizda o'qish uchun, izlanish uchun barcha sharoitlar mavjud. Masalan, men o'zim fransuz tili fan olimpiadasida tuman bosqichidan viloyat bosqichiga o'tdim. Bundan yutuqlarimiz bu yaratilgan sharoitlarga munosib javob bo'lmoqda. Maktab jamoasining hamjihatligi bardavomlik kasb etib, tashabbusli byudjet loyihasining 2025-yil 1-mavsumidagi yakuni bilan 1 milliard 500 million so'm hisobidan bilim dargohiga mana bunday mini stadion qurib bitkazildi. Uning foydalanishga topshirilishi nafaqat maktab, mahalla ahli uchun ham chinakam tantanaga aylandi. Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Muhammadjon Maqsudov okrugdagi saylovchilar, faxriy o'qituvchilar, nuroniylar bilan birgalikda yangi stadionni ko'zdan kechirdilar. Ishtirokchilarning so'zlarida yoshlik xotiralari, yurakdagi jo'shqinlik ila yaratilgan sharoitlardan minnatdorlik aks etdi. 43-maktabda mana bu binolar borligida faxrlanamiz. Shu yoshlarimizni quvonchiga bizlar ham sherigimiz. Prezidentimizga ming rahmatlar aytamiz. Mana sharoitlar yaratib berganlari uchun. Ta'kidlash joiz, mini stadion nafaqat 43-maktab o'quvchilari, balki shu hududda joylashgan mahallalarning jami 7000 nafardan ziyod aholisi yoshlari uchun ham ayni muddao bo'ldi. Bu yerda o'g'il-qizlar o'zlari sevgan bir necha sport turlari bilan bemalol shug'ullanadilar. Tashabbusli byudjetda mana stadionimiz bitdi. Mana shu stadion maktabimizga topshirilish katta xursandchilikka olib keldi. Bu yerda barcha sharoitlar bizga yaratib berildi. Ushbu stadion 3-4 oyda bitkazib, mana bizga foydalanishga topshirildi. Hozirda bu yerda o'quvchilarimiz futbol o'ynashi mumkin, basketbol, voleybol maydonlaridan foydalanishimiz mumkin. Bu sharoitlar uchun davlatimizdan minnatdormiz. Hamma sharoitlarni qilib berishdi. Xudo xolasa bu yerdan musobaqalarga borib chempionlarni chiqarishga harakat qilamiz. Xalq vakilining saylovchilar bilan doimiy uchrashuvi har tomonlama manfaatli bo'lmoqda. Ayniqsa ta'lim-tarbiya sohasini takomillashtirish, ma'naviyatli, ma'rifatli avlodni voyaga yetkazishda ham kutilgan samarani bermoqda.